Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunov Zohirjon. Mana anchadan beri YouTube tarmog'iga video joylaganimiz yo'q edi. Bugun talablarga binoan ishlab chiqaruvchilar uchun optim lesa ishlab chiqaradigan sexga yetib kelganmiz. Mana bu yerda ko'rib turganimizdek buyurtma asosida 2 metr lesalarimizni abyomli holatda tayyorlab berishyapti. Svarkalari juda ham mustahkam quyilgan. Xitoy mamlakatidan kurchoklarni ham qo'yib qo'yishyapti ekan. Optim holatda ishlab chiqarib ketganliklar uchun narxlari juda ham arzon. Albatta buni shu holatda yuborishmaydi. Cho'tkilab kraska qilib keyin yuborishadi. Ko'p olsangiz dastavkasini ichida ham tayyorlab berishlari mumkin bo'ladi ekan. Hozir buni asnovaytlar, ya'ni shu lesalar ishlab chiqaruvchi akamiz Abdulhat akamiz bilan ozgina suhbatlashamiz aka. Assalomu alaykum, hormanglar. Charchamay ishlab boshlab oldingmi? Qalay bo'ladi lesalarimiz endi standartlari, narxlari, steni hammasi haqida ma'lumot bersangiz. Aka 107 stenada kurchoklari zavodskiy Xitoydan keltirilgan kurchok bo'ladi. Zavodskiy kurchok eni 94 sm, bo'yi 2 metr bo'ladi. 94 ga 2 metr, ha? Vodiy standart shunday. Kraska sepilmagan holati, ata kraska ham sepib beriladi, abyom olganga xohlagan rangga sepib beriladi, narxi o'zgarmaydi. Narxi o'zgarmaydi. Demak, 4-5 qavat qilib bersa ham ko'tarib turaveradi bemalol, uni nimasi yo'q, muammosi yo'q, xudo xolasa. Javob beramiz. Xo'p, kraskali holatda bo'lar ekan. Eng qizig'i, narx-navosi bo'lyapti hozirgi kunda. Qanday bo'lyapti ekan narx? 630 ming so'm bo'lyapti. 5 paddon olsa 460 ming so'mgacha qilib beramiz. 460 ming so'm bitta paddonni qo'shib bermaysiz, 460 ming. Agar mabodo kimdirlar tashlagan ikki taraf ishlatadi, kimdirlar bir taraf ishlatadi. Agar bir taraf ishlatadigan bo'lsa, bundan ham arzon bo'lib ketadi narxi. Ha, bir taraf kashaga mana bu. Bir taraf ishlatiladi. Mana bu kashaga agar nech puldan to'g'ri keladi aka, bitta tarafni o'zini oladigan bo'lsa? 70 ming so'mdan to'g'ri keladi. Ha, 70 ming. Demak 630 dan 70 ming qaytadi. Qaytaveradi yana. Demak 500 i qancha bo'ladi? 60. 560 mingga bitta kashagolar xolos. Bo'ldi. Kelishilgan holatda bo'ladi ekan. O'zlari barcha ishlab chiqaruvchi mahsulotlarni optim holatda xarid qilganliklari uchun narxlar arzon chiqyapti. Buni o'zimiz ilgari ham video qilganmiz. 750 ming, 800 ming so'mgacha sotishgan. Hozir optim holatda rivojlanib ketganliklari uchun sifatga ham qo'shilgan, lekin narxdan ko'p chiqarganliklari uchun arzonroq chiqarishyapti narxini. Lekin xudo xolasa apalabga ham ishlab chiqaradi. Quruvchilar nima kerak bo'lsa barcha narsani optim holatda ishlab chiqarishlar mumkin bo'ladi. Aka, yana nima mahsulotlarimiz bor? Xo'p, mahsulotlarimiz bu lesa seximiz. Ha. Yo'lni bo'yidagi magazinimizda apalabka, lesa, beton, mishalka hamma narsa. Barcha narsa bor, ha? Kareta, loyidish, bayot hamma narsa bor. Ularni ham boshqa videoda chiroyli qilib yoritib beramiz, ha, xudo xolasa. Xo'p, karetalar qanchadan berilyapti? Karetalar 550 ming so'm, listlar oshganiga qaramasdan ham eski narxda berilyapti ekan. Xo'p, mishalkalarichi? Mishalkalar 3 million 600 ming so'm, 4 million 200 ming so'm, rollik ruchkali. Demak, mana shu lesa bilan komplet olaman degan odamga polностью kelishtirib berilaveradi. Demak, hozir videodagi narxni 3-avgust sanasiga videoni olyapmiz. Shu narx o'zgarib qolishi mumkin, lekin shu kunlarda telefon qilsangiz albatta shu narxda tayyorlab berishadi zo'rlab. Tursunov Zohirjon kanalidan chiqdi desalar, uncha albatta skidkalarni ham qilib berishlari mumkin bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, videoda Abdulhat akamiz nomerlarini qoldiramiz. Xudo xolasa telefon qilsangiz kelishilgan zo'r narxlar tayyorlab berishlar. O'zlari yaxshi yigit, o'zimizning qishlog'imizdan ishlari kafolat beradi. Kimga kerak bo'lsa, nomerlarini qoldiramiz. Bezatkaz chiroyli ishlarni bitirib beradi. Videoga like bosdi va shunaqa qurilish sohasida yurgan akalarga video ulashib qo'ysangiz chiqarmang. Rahmat barchaga.